Bugun sizlar bilan yana o'sha Tatar. Bugun futbol 2026 o'yinini o'ynab maraqadan olamiz. Xullas, o'tgan safar Free Fire videosini 3-qismida men yutqazib qo'ydim. Yutqazmadim, o'zi yutib ketardik. Lekin o'zingizlar ko'rdinglar, ping bo'lib, Wi-Fi qotib. Keyin xullas tugadi. Bu safar endi bu videoda El Clasico o'ynab ko'rdim bu o'yinni. Uncha grafikasi yaxshi emas ekan. Lekin qiziq o'yin, Wi-Fi'siz. O'zingizlar ham tortib o'ynasanglar bo'ladi. Mening hamma ketyapmiz. Sal pishiroq bo'lib qo'yildi-yu hammaylar. Bitta surib chiqsa ham bo'ladi. Vinini teparoqqa, buni bitta pastga bo'ladi. Buni bitta yonga, buni bitta yonga. Hamma bo'ladi mana shu taktika. Lekin bunda bo'tga kuchli emas ekan, ularni bir o'ynab bo'lmas ekan. FIFA o'ynamoqchi edim, lekin ozgina qotib, uncha qiziq ketmadi o'yin. Lekin bu o'yin yaxshi ketdi, bilmadim. Iltimos obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Hamma qaranglar, o'yinchilarning nomi ham sal xato yozilgan ekan. Bellingham to'g'ri va gol. Bellingham to'g'ri yozibdi. Olmoni Ormo deb qo'yibdi. Lewandowski, Rodrigo. Bu xato yozib tashlabdi. Mbappe o'rniga Mbappe. P ikkita bo'lardi-yu. O'tib ketdi. Kubarsiye. O'zi bundan oldin bitta o'zim ham o'ynadim. Video oldim. Bu video o'xshamadi. Davay bosh bilan. Valverde bosh bilan. Endi bu oddiy o'ynashimda bor kuchim bilan o'ynab ko'rsam ekan. Bo'pti, o'ynab ko'raman endi. Qo'y. Yaxshi. Kim Barsa, kim Real, sizga qaysi komanda yoqishini izohlarda yozib qoldiring. Voy, qaytarib qoldi. Davay, oladi. Vini. Yaxshi va Bellingham pas ber va bosh bilan. Tepmadi-ku. Mana bu hozir voy, necha marta tepdim, hech qaysi biri o'tmadi. Lamal. Davay, o'tdi. Vini va gol. Yaxshi ketadi men. Lekin Real Madrid o'tgan El Clasico o'yinida yutqazib qo'ydi. Chunki unda Xabi Alonso Real Madridda bundan oldingi treneri Xabi Alonso rosa aytdi, harakat qildi. Lekin o'yinchilar uni aytganiga umuman qilmadi, e'tibor ham bermadi. Shuning uchun komanda yutqazib qo'ydi xullas. Komandadagi hamma Xabi Alonsoni yoqtirmadi deb turgan joyimda va bitta gol bo'ldi. Hozir
o'yinlar yaxshi, lekin u Real Madrid Bavariyaga yutqazib qo'ydi. 3-1 ga, 2-1 ga, yo 4-3 ga, nechidirga yutqazib qo'ydi. Ikkita o'yin o'ynagan bo'lsa, ikkalasida ham yutqazdi. Xullas, u hozir Arbeloa yaxshi o'ynayotdi, lekin yutqazib qo'ydi-da unga, Bavariyaga. O'sha u o'yin menga uncha yoqmadi. Yoqdi. Uncha mazza bo'lmadi-da. Guler yaxshi o'ynadi. Undan keyin aytganini qilmaganiga Florentino Perez kelib urushdi hammani. Lekin urushidan oldin xonadan Arda Gülerni chiqazardi. Chunki o'yinni ko'rdi. Arda Güler zo'r o'yin qildi. Zo'r o'yin ko'rsatdi. Hozir uncha ko'rmasdi o'zini ham, anisi yaxshi emas. Güler sochini sarqib qo'yibdi. Birinchidan tugadi. Menimcha qiziq bo'lmayapti, lekin keyin safar qanaqa o'yin o'ynashimni o'zinglar aytinglar. Men xuddi o'sha o'yinni o'ynayman. Yaxshi, Rodrigo va uzoqdan zarba va gol emas. Lekin bo'lishi kerak qoldi. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Men orzu qilaman-da shu YouTube'dan bitta knopkani olishni. Lekin olmasligim aniq. 100 mingta bo'lmasligim aniq. Agar 50 ta obunachi yig'ilsa mana shu kanalda, men stream qilaman. Streamda har xil o'yin o'ynaymiz. Bo'ladi, obuna bo'lib qo'yinglar shuncha. Agar gol bo'lsa obuna bo'lib like bosasizlar. Mash hujum gol bo'lsa obuna bo'lib like bosib qo'yasizlar. Ana gol endi bosinglar. Davay mujik bo'linglar. Xullas, shu obuna bo'lib qo'yinglar, keyin safar qanaqa o'ynashimni xohlaysizlar. Menimcha keyin safar Extreme Card Diving degan o'yin bor. O'shani chiqadimi? Mash hujum ham gol bo'lsa aniq like bosib obuna bo'lasizlar. Ana endi bo'linglar. Realchilar bo'lib qo'yinglar. Chunki shu yerda qaranglar. Shorts video qo'ysam, uncha hech kim ko'rmayapti, qiziq ham bo'lmayapti sizlarga. Shuning uchun katta video olishga qaror qildim. Mana bitta do'stim ham bor, unga ham obuna bo'lib qo'yinglar YouTube'ga. Uni YouTube'i Tata Mirsaliyev. Chopgan. Mash hujum gol bo'lsa, bosmaganlar bosadi. Ana gol. Shot 8-0. Shu gap qilyapti, gapirsam Kubarsi chalaman deb tushib qo'ydi va goldir qo'ydik. Va yana qaytarib oldik. Pas, Mbappe va gol. Xullas, Real gol qo'ydi. Chunki shu 9-0. Hali 11 bilan qilamiz.
bitta kvartira o'tkazamiz. Tarix yozaysin. Qo'rqishsin tarix yozlab. Yaxshi. Ajvaruni mazasini qo'yib qo'ydik. Va oldirib qo'ydik, qaytarib oldik. Va Valverde, Bellingham va Udar va Uglow. Yaxshi. Mana shu Uglowni yuqorilaman bo'lgisi. Ana va gol. Hali oldindan gapirmay. Lekin baribir gol. Gol. Xolos 10-0 menimcha. Shunaqa bo'lishi kerak. 10-0 qani bitta bunaqa qilamiz. Davay, mana shu. Oldi va pas ber. Nur. Endi biz qilmagan bitta ish qoldi. Shuni qilsak, o'yinni tugatamiz. Davay. Varatani o'zi oldi. Va ana. Kim esladi shuni? Kim esladi mana shu shotni? Bo'ldi, endi gol urmayman, просто aldab, men qilib. Vinida. Shunaqa. Va gol urib qo'ydim. Ama 12-1. Tarix yozaysan o'ylab ko'yib. Maza qilib. Men hozir mana kechqurun bo'lyapti. Men lekin video va men hammasini o'sha Free Fire birinchi qismidan 3-chi qismigacha hozir oldim. Xatolar bilan bir 3-4 ta video oldim. Xato o'xshamay qo'ygan. Nihoyat o'yin tugadi. Hammaga xayr, sizlar bilan Ixtiyorov bo'ldi.